Siz hech qachon o'z uyingizda, o'z yotog'ingizda muzlab qolganmisiz? Tashqarida yoz bo'lsa ham, ichingizda qahraton qish hukm sursa. Erimning ovozi telefonda tobora uzoqlashib borardi, lekin uning o'sha begona haydovchining issiq nafasi bo'ynimni kuydirganda, men jahannam va jannat o'rtasida qolganimni his qildim. O'sha kuni qizimni bog'chaga olib ketayotib, shunchaki mashinaga o'tirmadim. Men o'z taqdirimning eng xavfli va sirli bekatiga qadam qo'ydim. Bu hikoya xiyonat haqida emas, bu yolg'izlikdan qochib olovga o'zini urgan ayolning iqrori. Salom, mening ismim Farangiz. Yoshim 30 dan oshdi. 1987-yilda tug'ilganman. Hozir sizga aytib beradiganlarimni qog'ozga o'rash niyatim yo'q. Bu mening haqiqatim, mening gunohim va mening og'rig'im. 2010-yil. O'sha paytlar dunyo naqadar go'zal edi. Turmush o'rtog'im bilan sevishib, ardoqlanib oila qurdik. Ular bankda ishlardilar, oq ko'ylak, galstuk, doimiy e'tibor. Biz baxtli edik. 2014-yilda hayotimizga jajji farishtamiz, qizimiz kirib keldi. Oila to'liq bo'ldi, go'yo endi hech narsa bizni ajratolmasdi. Lekin hayotning o'z rejalari bor ekan. 2015-yil. Iqtisodiy qiyinchiliklar, ish joyidagi kelishmovchiliklar erimni o'zgartirdi. Ular katta umidlar bilan Moskvaga ketishga qaror qildilar. 1-2 yil ishlayman, uy olamiz, mashina olamiz, keyin qaytaman, dedilar. O'shanda aeroportda ularni kuzatayotib, yuragimning bir parchasi uzilib qolganini sezgandim. Mana yillar o'tdi. Qizim bilan ikkimiz qoldik. Ersiz uy mozor deganlari rost ekan. Kunduzlari-ku mayli, qizim bilan ovunaman, tirikchilik, ro'zg'or. Lekin tunlar, o'sha uzun, sovuq va azobli tunlar meni yeb bitirardi. Yosh ayolman, tanam, ruhim mehrga, erkak kishining taftiga zor edi. Erim bilan faqat video orqali gaplashamiz, lekin ekran sovuq. U meni quchoqlay olmasdi, sochlarimni silamasdi. Yolg'izlik yomon maslahatchi. Avvaliga dush qabul qilayotib, o'z-o'zimni tinchlantirishga urindim. Ko'zlarimni yumib erimni tasavvur qilardim. Lekin vaqt o'tgani sayin bu tasavvurlar xiralashib, o'rnini qandaydir mavhum, jismoniy ehtiyoj egallay boshladi. Men chanqoq edim. Mehrga, e'tiborga va ehtirosga chanqoq edim. Bir kuni ertalab odatdagidek qizimni bog'chaga olib ketayotgandim. Havo biroz bulutli, kayfiyatim ham shunga yarasha edi. Yo'l chetiga chiqib qo'l ko'tardim. Yonimda oppoq, yarqiragan mashina to'xtadi. Rulda Umid ismli yigit o'tirardi. Ismini keyin bildim. U shunchaki taksistga o'xshamasdi. Kelishgan, ko'zlari yonib turadigan, kiyimlari ozoda, mashinasining ichidan qimmatbaho atir hidi kelib turardi. O'tiring, go'zalim, manzilgacha eltib qo'yaman, dedi u mayin ovozda. O'sha go'zalim degan so'z. Erimdan buni eshitmaganimga yillar bo'lgandi. Mashinaga o'tirdim. Qizim orqa o'rindiqda, men oldinda. Yo'l bo'yi u bilan suhbatlashdik. U juda kirishimli, hazilkash edi. Mening ma'yus ko'zlarimga qarab hol-ahvol so'radi, qizimga shirinliklar berdi. Qizimni bog'chaga tashlab chiqqunimcha u ketmabdi. Meni kutib turgan ekan. Ishga kech qolmayapsizmi? Yuring, tashlab qo'yaman, dedi. Rad etishga kuchim yetmadi. Yana o'tirdim. Shu kuni u mendan kutilmagan iltimos qildi. Farangiz, sizning didingizga ishonaman. Onamning tug'ilgan kunlari edi, sovg'a tanlashga yordam bera olmaysizmi? Ayollar ayollarning ko'nglini yaxshi biladi. Bu iltimos samimiy tuyuldi. Biz Samarqand Darvoza savdo majmuasiga bordik. Birgalikda ayladik, kulishdik, xuddi eski tanishlardek suhbatlashdik. U menga shunday e'tibor bilan qarardiki, o'zimni dunyodagi eng kerakli ayoldek his qildim. Telefon raqamlarimiz almashinildi. O'sha kundan boshlab hayotimga Telegram degan yangi olam kirdi. Erimdan pul keldimi, qizimiz yaxshimi degan quruq xabarlar kelsa, umiddan xayrli tong, malikam, tushlik qildingizmi, bugun juda ochilib ketibsiz degan simslar kelardi. Bu shirin zaharga qanday o'rganib qolganimni o'zim ham sezmay qoldim. Oradan vaqt o'tdi.
Bizning yozishmalarimiz tobora erkinlashib, bir-birimizga bog'lanib borardik. Bir kuni u meni bog'chadan olib ketayotib, yana bir iltimos qildi. Yunusobodda bir kvartiram bor edi, ijarachilar chiqib ketdi. Tozalab tartibga keltirish kerak. Yolg'iz o'zim qiynalyapman, yordam berolmaysizmi? Haqqini to'layman, albatta. Yuragim duk-duk urardi. Ichimda bir ovoz borma, bu xavfli, sen oilalisan derdi. Lekin ikkinchi ovoz, o'sha yolg'izlikdan qaqshagan ayolning ovozi bor, balki shunchaki yordamdir, balki biroz gaplasharsizlar deb undardi. Men yo'q deya olmadim. Kvartiraga kirdik. Uy bo'm-bo'sh, jimjit edi. Biz birga ishladik, u yoq bu yoqni yig'ishtirdik. Keyin choy damladik. Oshxonada kichkina stol atrofida o'tirib choy ichdik. Havo yetishmasdi go'yo. Uning nigohlari endi do'stona emas, balki talabchan, o'tli edi. U sekin o'rnidan turdi va menga yaqinlashdi. Farangiz, men sizni shunchaki yordam uchun chaqirmadim, dedi u past ovozda. Sizni ko'rganimdan beri halovatim yo'q. Ko'zlaringizdagi g'amni, chanqoqlikni ko'rib turibman. Biz bir-birimizga kerakmiz. Men hayajondan qaltirab qoldim. Men ketishim kerak, dedim o'rnimdan turib. Sumkamni olayotganimda u chaqqonlik bilan bilagimdan tutdi va o'ziga tortdi. Uning quchog'i. O'sha lahzada hamma narsa, or-nomus, sadoqat, qo'rquv hammasi erib ketgandek bo'ldi. U meni mahkam bag'riga bosdi. Bo'yinlarimdan, sochlarimdan o'pa boshladi. Erkak kishining taftini, kuchini sog'inganim shunchalik bilinardiki, qarshilik qilishga madorim qolmadi. Uning qo'llari tanam bo'ylab kezardi. Har bir tegishi vujudimda minglab uchqunlarni yoqardi. Ay deb yubordim, lekin bu og'riqdan emas, balki yillar davomida yig'ilgan sog'inchning portlashi edi. U meni ko'tarib yotoqxonaga olib kirdi. Kiyimlar birin-ketin yerga tushdi. Men o'zimni tushdagidek his qilardim. Uning harakatlari dadil va ehtirosli edi. Erimdan farqli o'laroq u shoshilmasdi, meni his qilishimni, yonishimni istardi. Lekin hamma narsa chegaradan o'tganda, jismoniy yaqinlik boshlanganda, men nafaqat lazzat, balki dahshatli og'riqni ham his qildim. Butun bir yil davomida erkak zotiga yaqinlashmagan tanam bu kuchli hujumga tayyor emasdek edi. Uning jismoniy kuchi, kattaligi meni cho'chitdi. Og'riqdan dodlab yuborishimga oz qoldi. To'xtang, jonim og'riyapti deb ingradim. Lekin ehtiros daryosi toshgandi, uni to'xtatib bo'lmasdi. U meni butunlay zabt etdi. Ko'zlarimdan yosh oqardi. Bu ham rohat, ham azob, ham xiyonatning achchiq yoshlari edi. Har bir harakatda men o'zimni yo'qotib borardim. Go'yo men farangiz emas, balki shunchaki hissiyotlar jamlanmasi edim. Jarayon tugagach, vujudimda g'alati bo'shliq va og'irlik paydo bo'ldi. Ammo tan olishim kerak, o'sha og'riq aralash lazzat ichimdagi qora bulutlarni biroz tarqatgandek bo'ldi. Biroz vaqt o'tib, u yana xohladi. Men qarshilik qildim, lekin uning erkalashlari, meni malikam deb atashlari yana boshimni aylantirdi. Ikkinchi marta hammasi boshqacha bo'ldi. Og'riq o'rnini ko'proq lazzat egalladi, lekin qalbimdagi yara kattalashib borardi. Hamma narsa tugagach, men o'zimni iflos, bulg'angan his qildim. Umid meni ko'tarib dushga olib kirdi. Suv ostida turarkanman, tanamdagi izlarni yuvib tashlashga urindim, lekin vijdonimdagi dog'ni hech qanday suv yuvib ketolmasligini tushunib yetdim. Yig'ladim. Erimning yuzi ko'z oldimga keldi. U uzoqda, men uchun, qizimiz uchun mehnat qilyapti, men esa bu yerda. Begona erkakning quchog'ida. Umid meni yupatishga urindi, lekin men unga tegmang deb baqirdim. Tezda kiyinib u yerdan qochib chiqdim. Ko'chaga chiqdim. Oyoqlarim qaltirardi, tanam zirqirab og'rirdi. Bog'chaga qanday yetib borganimni eslolmayman. Qizimni ko'rganimda uni mahkam quchoqladim. Uning beg'ubor ko'zlariga qarash menga azob berardi. Uyga keldim. Ostonadan hatlashim bilan o'zimni begona his qildim. Har bir burchakda erimning sharpasi turgandek tuyuldi. O'sha kecha o'zimga so'z berdim, boshqa hech qachon. Bu birinchi va oxirgisi bo'ladi.
Men oilamni saqlab qolishim kerak. Umidning raqamini blokladim, u bilan ko'rishmaslikka harakat qildim. Lekin inson nafsi, ayniqsa mehrga tashna ayol qalbi juda zaif bo'lar ekan. Oradan 1 hafta o'tdi, 2 hafta o'tdi. Tanadagi og'riqlar unutilib, o'rnini yana o'sha tanish bo'shliq egalladi. Umid boshqa raqamdan qo'ng'iroq qildi. Uning ovozini eshitishim bilan ichimda yana nimalardir o'zgardi. Sizni sog'indim, Farangiz. Usiz yasholmayapman, dedi u va men yana sindim. O'sha va'dalar, o'sha qasamlar havoga uchdi. Biz yana ko'rishdik. Endi bu shunchaki tasodif emas, balki doimiy, yashirin hayot tarziga aylandi. Hozir ahvolim shunday, kunduzi namunali ona, kechasi esa vijdon azobida yongan, lekin ehtirosdan voz kecholmaydigan ayolman. Faqat bitta qo'rquvim bor, homilador bo'lib qolish. Agar bu sodir bo'lsa, hammasi tamom bo'ladi. Men bilaman, bu yo'lning oxiri jar. Lekin to'xtash uchun tormozim ishlamay qolgan mashinadaman go'yo. Azizlar, meni qoralashga shoshilmang. Yolg'izlik bu ko'rinmas qotil. U avval ruhingizni, keyin g'ururingizni o'ldiradi. Erim qaytishini kutyapman, lekin u qaytganda men avvalgi Farangiz bo'lamanmi? Buni bilmayman. E'tiboringiz uchun rahmat. O'zingizni va oilangizni asrang.